Oilani eshitdi. Bollarga telefon qilaman, dachani gaplashib. Kayfu. Voy. Balki bo'ldi qilarsan? Kimsan sen? Vijdoningman, o'lganim yo'q hali. Har doim mana shunaqa itda ishlab topgan pulingni vechni kerak narsalarga ishlatasan. Anta oilang kutyapti. Bo'ldi qilgan? To'g'ri aytasan. Bolni yig'ishtiraman. Dachaga chiqmadi u. Suvda mo'ze pivo ketadi deb pivo ichib yuboraman. Bratda mo'ze pivozdan beri tomoni prямо og'ritadigan bo'lsa, Sen bola gapga umuman tushunmas ekansan, ha? O'zbekcha bilmasang ruscha gapiraman. Bratan, ne nada? Yaxshi narsalarga ishlatgan pulingni suv ichkinma. Hadib chiqurmayman. bo'pti, hop. Keyin ishlasizlarmi? Yengillardan keldimi? Men keldim, voy. Voy pul ko'p, pulni xavotir olmay ochiqaman men. Voy asallarim. Ha, bo'lmagin g'irt bir farosatsiz bola ekansan-da o'zi. Men senda yashayotgandan afsuslanib ketdim hozir. Bu eng cho'qqiga chiqqan darajasi bo'ladi. Ishlaring yurishmay qoladi, barakang bo'lmaydi.